Oho, buni zapchastlar qarang, zapchastlar bu yerda yo'q narsani o'zi yo'q ekan. Xullas, hurmatli kuzatuvchilar, biz jem mashinalari uchun mana bu yerda koreyskiy original ehtiyot qismlariga keldik hozir. Bu yerda Tikodan boshlab Epicagacha bo'lgan mashinamizni har xil zapchastlari bor ekan. Xullas, bu yerda til ojizi qilyapti gap ochiq. Hozir Azamatjon ukamizdan so'rab ko'ramiz. Haqiqatan yo'q narsani o'zi yo'q ekan bu yerda. Azamatjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alisher aka, siz sog'liksizmi? Azamatjon, bizga bir qisqacha bir xulosa bersiz, tushuncha bersiz. Bu yerda qanaqa zapchastlar bor, nimalarga bor, qanday mashinalarga bor, qanaqa ehtiyot qismlar bor? Xo'p, Alisher aka, yaqinroq. Bu yerda koreyskiy jem yengil mashinalarga Tikodan boshlab Captiva'gacha mahsulotlarimiz bor. Yengil mashinaga motorlar bor, hamma mahsulotlar topilsa bo'ladi. Nima mahsulot qidirsangiz, kelib bemalol topib keta olasiz. Golovka deysizmi, karburator deysizmi yengil mashinalarga yoki eshik deysizmi, hamma mahsulot topiladi bizda. Hamma ehtiyot qismi bor. Ehtiyot qismi bor. Misol uchun ayrimlarda motori buzilgan bo'lsa, sizlar yangi motorlarimiz ham bor. Mana bunaqa yangi motorlar. Yangi motorlarimiz ham bor. Xohlasangiz original bujli motorlarimiz ham bor. Hamma mahsulotdan topiladi bizda. Hamma narsa bor. Bu yerda Azamatjon, men ko'ryapman, yangi mahsulot, nima, yangi tovarlar ham borga o'xshayapti. Yangi mahsulotlardan bizda balonlar olib kelib qo'yganmiz. Hozir balonlarimiz bor. Orqada stoplar bor. Mana bular. Orqada stop, farlarimiz bor. Orqada stop. Tracker, Onyx mashinalarimizga ham stop farlarimiz topiladi bizda. Ayrim topilmaydigan yangi detallarimiz ham bor shu mashinalarga aka, hamma narsa bor. Alisher aka, bu yer ikkinchi qavatdagi qismimiz. Bu yerda kuzov detal qismimiz. Kuzov mashinaga qanaqa kuzov kelsa, kapot, eshik, krilo qanaqa narsa kerak bo'lsa, hamma detallarimiz bor bu yerda. Yangi detallar ham bor. Original radno eshik, o'zining eshik detallari ham bor. Hamma mashinaga topiladi. Yengil mashina Tikodan boshlab Captiva'gacha, Tracker, Onyx mashinalarga ham bor eshiklarimiz. Buferlarimiz ham bor. Oldi, orqa hammasi topiladi bizda. Yo'q narsani o'zi yo'q. Hamma detal bor. Bemalol kelishaversa bo'laveradi. Azamatjon, hozir men ko'rgan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda blogerlar narsalarni sindirib, yoqib ko'rsatyapti-da, sifatini ko'rsatyapti, sifatini. Sizlar shunaqa qilib biror nimani sindirib olasizmi? Alisher aka, mana shu mahsulot bo'lsa, ko'ryapman men ham hamma blogerlarni shu otib sindirishyapti. Sifatini ko'rsatishga biz buni otib sindirmaymiz. Biz bu narsalarni ovora qilmaymiz, narxini skidkada qilamiz, xalqqa yengilroq bo'lish uchun. Sizni nomingizdan kelsa, narsalarni hammasini arzon, imенно Alisher aka nomidan kelsa arzonroq qilib beramiz. Xohlasangiz, mana yerda yangi balonlarimiz bor. Bularni 4 ta balonimizning narxi 1,8 ming so'm Alisher aka. Agar sizni nomingizdan kelsa, har bitta balonga 100 ming skidkasi bor. 100 ming so'm skidkasi. 1,4 mingga 4 ta balon beraveramiz. Yana bizda boshqa skidkalarimiz bor. Bu original zapchastlarimizda yuring, sizni tanishtirib o'tamiz shular bilan. Nexia'ga granatalarimiz bor aka. Mana bir komplektni shu turishida 250 ming sotilishi buni. Skidkada 150 mingdan zibor holatda bir tarafini beramiz. Alisher aka, yana bitta skidkadagi mahsulotlarimizdan Tiko Matizga tushadigan oldi amortizator, o'zi 100 ming, 150 ming sotiladigan mahsulot, 50 ming so'mdan qilib beramiz bularni donasini. Ichidan xohlaganini o'zlari tanlab olish huquqiga ega. Cobaltga yangi motorimiz kelgan, yangi holatda buni Cobalt mashinasini motor qilib, vaqt ketkazib, 10 kun, 15 kun zapchas olib borib yiqquncha vaqt ketadi. Yangi motorimizni shunday olib borib, shunday qo'yursa bo'ladi. Bunga garantiyalar beramiz. Yangi salafan holatda shunday olib, shunday qo'yursa bo'laveradi. Yangi. Agar xohlasa, buni original buvishli variantlari ham bor, korobkalari, hamma mahsulotlari bor Cobaltga. Alisher aka, mana Cobaltga original radno o'zini koreyskiy motorlari, bularga ham garantiyalar beramiz. Narxlarni ancha arzon narxlarda beramiz. Kelaversa, siz nomingizdan kelsa, yana ancha skidka qilib beramiz. Bularning korobkalari ham bor. Shunday olib, birga bir o'zini joyiga joy tushadigan korobkalar olib kelib qo'yganmiz. Bu Cobalt korobkalari, bular ham o'sha O'zbekiston Cobaltiga hammasiga birga bir chetdan kelgan yaxshi original korobkalar, lekin O'zbekiston Cobaltlariga birga bir tushadi. Yaxshi holatda zo'r turibdi. Bemalol kelishaversa bo'laveradi. Hech qanaqa muammosi yo'q. Biz obязательно garantiyalarini qo'yib, muddatlargacha beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda manaqa ehtiyot qismlar ham bor ekan. Kelaverasizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, bu joyimizga manzilga keladigan bo'lsak, Surxondaryo viloyati Uzun tumani, Uzun shaharchasidan kiraverishda, mana bu yerda kommunizmga qarab yurishda, musiqa maktabdan o'tganimizda mana asfalt ko'chaning o'ng tomoniga joylashgan. Qiziqqanlar uchun shu videoning tagiga telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, biz kanallarimizga obuna bo'lib, like bosib tursalar, bundan qiziq videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.